Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni kuzatib turguvchi birodarlar, mana hozir hoji bobo, hojonalarimiz Qizil dengizga kelib, mana safinaga joylashyapti. Inshaalloh hozir Qizil dengiz bo'ylab sayohatga chiqishadi. Allohning qudratlaridan bir bahramand bo'lib, mana ibodatga aylantirib, niyatimizni go'zal holatda ajrlar, savoblardan bahramand bo'lishadi inshaalloh. Mana hojilarimiz, hojonalarimiz joylashib o'tirib olishdi inshaalloh. Endi mana safariga otlanamiz. Alloh xayrli va barakotli qilib, ajrlardan, savoblardan o'zi bahramand aylasin. Mana shunday bir Allohning qudratlaridan bir tafakkur qilib, inshaalloh barakalloh, barakalloh. Alloh safarimizni xayrli, barakotli qilsin. Ana dengizlarda endi salqin havolardan bahramand bo'lib duo qilib keting endi zikrlarda. Hojonalar, mana salqingina toza havolarda mana bahramand bo'lib duo qilib ketinglar.